شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Ama ba'd, hörmətli qardaşlar, biz bugün Sura Baqara'nın 255-ci ayetiga kelgan, yani aldığımız saatlik dersimizde 255-ci ayetinin baş kısmını azırak okup ötkendik. Yani ayet-i kursi Allahu la ilahe illa huve el-hayyul qayyum muşu ayetki kelgandik. Bilgilik derslerde Allahu la ilahe illa huve geçip boğan mezmunlarını düşünüp ötken. Bugünkü dersimiz el-hay degen Allah subhanahu wa ta'ala'nın ki sübütünün başlanıdı. El-hay biz tercümede mi bunu dep ötken, yani tirik degen manada, yani ilah buluşunun birinci sübütü el-hay buluş. Çünkü başka bütün kudretinin hemmisi, ilimnin hemmisi, semi' sübütü, alim sübütü, habir sübütü, qadir sübütü. Demek bütün işler el-hay bolup boğandın kiyin, Allah daima tirik bolup boğandın kiyin, ondan keyin buludu el-hay buludu. Anda olsa hayatlık degen nimo? Degen hakkında toxtalgan vaqtimizda hayatlık bizning tushuntirishimiz, yani bizning tushunchimizda har qanday bir shayninki xizmatini joriy qildiradigan salohiyati qilib qolgan muddatning hammasi shu shayga nisbatan hayotlik bo'ladi. Masalan, ma'lum bir narsaningki dunyoda hayotlik qiladigan bir xizmati bor. Shu xizmatiga yaragan muddatda biz u shayga nisbatan hayot tirik deb qana qilamiz, hukm qilamiz. Masalan, bir o'simlik desek, o'simlik o'siblam turadi ekan, yo'qonablam turgan bo'lsa, buning bo'ladi hay bo'ladi. Shunda kesilgandan keyin buning shu nuqtadagi jonliqlik, hayot degan hukm unasizmi qana qiladi, yo'qoladi. Masalan, inson desek, inson hayotda yashash bir nimasi bor, xizmati bor. İnsan shunda o'lsa, xizmati tugaydi. İnsan bu vaqtda nima bo'lmaydi? Hayot bo'lmaydi. Ya'ni hayotning har qanday bir parchasidagi qanday bir narsa bo'lsin, uning xizmatini davom qilgan muddat uning hayotlik hisoblanadi. Agar xizmati shunda to'xtagandan keyin uning hayotligi tugagan bo'ladi. Ya'ni texmi oxirida xulosalashgan vaqtimizda har qanday bir narsaninki xizmatga bo'lgan salohiyati, vazifasiga bo'lgan salohiyati qilib qolgan muddat uning nima hisoblanadi? Hayotligi hisoblanadi. Endi hayotlik yo'qolishning qarshisi. Qur'oni Karimda liyahlika man halaka an bayyina va yahya man hayya an bayyina. Hayotlikning qarshisidagi hukm yo'qolish. Onda Allah el-hay degan ekanmiz, Allah qana qilmaydi, yo'qolmaydi. Yo'qolgan narsa tirik bo'lmaydi, el-hay bo'lmaydi. Sura Qasasninki 88-oyatida kulli shay'in halikun illa vajha. Yani hayatımızın hayatlıktan qarshisi yo'qolish dedik ya, shu yo'qolish degan ifodani qo'llanib turib nima deydi? Allah'tan başqa yuqurtuan barliq turduk narsalarning hammasi, mayli inson, mayli malaika, mayli hayvonot, mayli o'simlik, hammasi yo'qoladi. Hozir o'qigan oyatimizning ma'nosi shu.
Ya'ni qiyomatda yo'qaydi degandan chiqadigan ma'no qiyomat kelishining oldida shularga munosib shaklda bir hayot bor shularda. O'zining bir xizmatini o'tayotgan bir hayot bor degan ma'noni ifodalaydi. Ham bizlarga hayotlik shu bir narsa madrasalar harakat qilsam hayotlar tushunamiz biz inson bo'lishimiz. Ammo biz yuqorida tushuntirgan bo'yicha hayotlik bir narsa madrasason harakat qilsin qilmasin shu narsaningki, shu shayninki xizmatini davom qilgan muddat shu shayga nisbatan hayotlik hisoblanadi. Bu jonliqlardan bo'ladi, o'simliklardan bo'ladi, hatto jonsiz narsalardan hattoki zarrachilardan bir davom qiladigan bir hayotlik bo'ladi. Zarrachilar daraxtning yo'pirmoqlariga mikroskop bilan cho'ng'aydigan uskunlar bilan qaragan vaqtida shuning ichidagi hujayra va harakat qilayotgan harakatlarni ko'rdik. Demak, bizning ko'z oldimizda harakat qilmagan taqdirda bir narsa, medirmagan taqdirda har narsaning hayoti bor. Masalan, bir tosh desak, toshni hech kim hayotlik bor deb o'ylamaydi. Ammo tosh mush qattiqlik xizmatini ado qiladigan, toshni ishlatadigan o'rinlarda ishlatgan bo'ladigan holatni saqlagan muddatcha toshga loyiq shaklda hayotlik bo'ladi. Ba'zi narsalar, masalan, daraxtda ba'zi uylarni yasaymiz, ba'zi narsalarni yasaymiz. Yog'och o'zining yog'ochlik kuch-quvvatini, mustahkamlikni yo'qotmagan muddatda shuni ishlatgan bo'ladi. Oxirida tushirib o'zini tutolmaydigan holat kelib qolsa, uni biz nima deymiz? O'ldi deymiz. Garchi yog'och harakati yo'q, jonsiz. Tosh harakati yo'q, jonsiz, lekin uning da toshqa loyiq, yog'och loyiq bir hayotlik bor. Aqallisi tog'dagi toshlar va masalan bu o'ziga loyiq bir jonliq hayotlik bor deymiz uni. Ya'ni hayot deymiz. Biz uni xundallarga silib, izib, ya mayli gaj deyli yoki haq deyli bir narsaga aylantirsak, a holatdan ma holatga yo'tkaldi o o'lmadi. Ya'ni uni o'zgarishlik qilinsa hayot bor. Ya'ni eng oxirida xulosasiga vaqtimizda hayotlik degan nima desa, har narsaningki üzgüçlük bir vazifa olup hayat dünyada şu vazifasini ado qılalaydigan holatni saqlagan muddatning hammasi u narsaga nisbatan hayotlik hisoblanadi. Undaqdan hozirgi darsimizda biz Alloh subhanahu va taologa al-hayy degan sifatni berdik. Alloh subhanahu va taoloning unda so'zi nima? Alloh taolo masalan qudrati nadan nag'icha? Allohninki hayotligi. Allohning tirik, Alloh hamisha hayot büyük hayat. Asla hayatlık elinmaydigan. Çünkü bu hayatlık Allah subhanahu wa ta'ala başkadır. Birilmegen belki Allah'taki hayatlık zati, üzdeki hayatlık. Ama biz yukarı misal algan neslerin hemmisinin hayatlıkı birilgen hayatlık malum vazifeye karar. Şu vazife tügüdü hayatlık elinmeliğini do. Ama Allah'taki hayatlık zati, üzdeki hayatlık olup hiç kim tarafından birilmegen ve hiç kim tarafından elinmelinmaydı. Allah'ın hayliki, Allah'ınki tirikliği mutlak tiriktir. Mutlak tirik. Yani biz bayatın dersimiz degende başka bütün sıfatla el-hayy degen sıfattan keyin keladi. Şunun bir misali muş ayetning o'zida bor. Allahu la ilaha illa huwa el-hayy. Depogandan keyin Allah'ınki yana bir sıfat keldiki el-qayyum. Nasıl el-qayyum degan? El-qayyum degan so'zningki yasilish qurilmasidan arab tilidagi mubolag'a deymiz arabchada, ya'ni oshirma sifat ma'nosini o'z ichiga olgan, ya'ni masalalarni eng uyg'ur tilidagi eng voyaga yetgan nihoyati degandek ma'nolar qo'shilib qiladi, tarjima qiladi. El-qayyumningki ma'nosiga kelsak, qayyum birisi o'zining mavjudligini saqlovchi degan ma'noda bo'lib qolsa, bir ma'nosi, yana bir ma'nosi boshqa ishlarni idora qiluvchi degan ma'nosi. Masalan, maktabni idora qiluvchini arab tilida al-qoim al-madrasa, ala amr al-madrasa. Fuqarolarni idora qiluvchi deganni al-qoim ala amr ar-ra'iyya masalan. Ma shaklda ifodalaydi. Qayyum
degandek birisi o'zi mavjud bo'lib turuvchi, yana birisi boshqalarning ishlarini o'rinlashtiruvchi, idora qiluvchi degan ma'noda. Madaki Allah subhanahu va taolaning bu sifati Allah subhanahu va taolo o'zi mavjud bo'lib turgan, mavjud bir zot bo'lgandan boshqa butun dunyodagi shaylarning hammasini idora qiladi deydi. Ham yani bu gapni tushunib bo'lgandan keyin texnik bir inchiklar ichiga kirish kerak qaramashlar. Butun narsalarni idora qiladi degan gap og'zimizdan bundan ham chiqib ketsa bo'lmaydi. Butun narsalar degan nima? Zimindagi eng ulug' maxluq bo'lgan insonning yo'qdan paydo bo'lib, onaning qo'sqog'i tug'ilib, buvoq, kichik bola, o'ttir yosh, qari o'lib ketgan. Mush jarayonning hammasidagi butun ishlari Alloh tomonidan idora qilinadi. Dunyodagi cho'ng-cho'ng maxluqlar, dengizlarningki umumiy ahvoli, quruqliqlarning umumiy ahvoli, tog', daryo va ko'zimizga ko'rangan inchki, cho'ng butun ishlarningki yurish turilishi, ma'nizam bilan yurish turilishi Allah subhanahu va taoloning nima sifati? Qayyum sifati. Shunga biz deymizki, qarindoshlar, Allah subhanahu va taolo ashta jakorat o'zi. Uni men qayyum dedi. Ammo insonlardan bir-birlik aqlni yo'qotgan insonlar chiqadi. Allohga ya uni ya buni shirk qiladi. Ya butlarni shirk qiladi, ya boshqa ma'naviy moddiy butlarni Allohga shirk qiladi. Bular aqlni yo'qotdimi yani? Biz da'vo qilayotgan iloh, ibodat qilimiz deyotgan iloh ajoyib bir sifatga egaki, butun ishlarni idora qilib deyapti. Endi bular ibodat qilayotgan yoki ibodat qilimiz deyotgan shu Allohga shirk keltirgan shirklarga qarab boqsangiz, ular nimani idora qila olmaydi? Kimni idora qila olmaydi? Va cho'ng kichik bir ton narsa idora qila oladi, qarab boqsin ma'qul. Hatta o'zini idora qila olmaydi, butlar masalan. O'zining shirkimi ega emas. Alloh subhanahu va taolo har nafsni, har bir jonni, har kishini, dunyodagi har shayni saqlovchi, nazorat qilib turuvchi, kuzatib turuvchi, zimindagi oshkor uchun butun ishlarni bilib turuvchi. Hamma ishni bilib turadi. Ammo qag'allar asla hech nimaga foyda, hech nimaga ziyon kelmaydi. Shunda bir narsalarni, mayli toshni yasalgan but olsun, yoki boshqa o'zi ma'naviy o'ziga but qilib olgan boshqa narsalar olsun, mashta qudratni o'zida mujassamlagan Alloh subhanahu va taolo buni shirk qilish uni axloqdan keladi. Ammo ozg'an kishilarni bularning ozg'unligi texmi qarov qiladi. Bular hech to'g'ri yo'lni asla topolmaydi. O'ylanay deb bularning qilishga bu haqda hech fikr kelmaydi. Alloh azizgan kishini hidoyat qiluvchi bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taolo yuqorqi oyatdan ilingan mazmun bo'yicha o'zi ham mavjud zot, ham boshqa butun ishlarning hammini idora qilib turuvchi zot. O'zi mavjudlanmagan har qanday bir shaxsga qilinsa, tabiiyki boshqalarni idora qila olmaydi. Yani o'zining mavjudligini boshqa yerdan olgan bo'lsa, u tabiiyki boshqa idora qila olmaydi. İdora qilsa qisman idora qiladi. Ammo Alloh o'zi mavjud, zotiyan mavjud. Ya'ni mavjudlik o'zida bor Alloh subhanahu va taolo. Bu bir sifat. Yana birisi mushu o'zining mavjudlik, mangu hayotlik bo'lgan o'zidagi bu sifat bilan ham boshqa idora qiladi. Alloh subhanahu va taoloninki butun shay'i maxluqlarni idora qilib turishininki bir ifodasi şu oyatning oxirisidagi la ta'khudhuhu sinatu va la nawm. Allohni hech mugudashmi tutmaydi, hech uyqumi qanday qilmaydi, tutmaydi. Buni biz o'zimizda bo'ladigan ba'zi bir misollarni olib qo'yaylik, ya'ni tushunchimizga yiqilishib qilishi mumkin bu o'qim. Bir kishi masalan bir misol tajribadan ishlasak, qo'liga aynak, nozik aynak shishi, qacha din chiqqan tutib olib turg'izilib qo'yilsa, mana ikki qachini chang tutib tursiz, tushib ketgan hamonlar bular sunudi endi. Mana turg'izilib qo'yilsa, uxlamay, menga uxlamay tura olsa, bu saq turadi. Ammo shunda ko'zi uyquga borgan hamonlar,
Azroq ilinishgan hamallam qo'lidagi aynak shisha yerga tushib sunishi aniq masala. Bu tajribani ishlab baqsin bo'ladi. Normal aqlli odam tushundi buni. Endi biz atrofimizdagi menayotgan, ishlayotgan nizomga, sistemaga qarab boqamiz. İnsanning butun tug'ilish, yashash, o'lish bir sistemaga ega jarayon, butun insonlarniki. Kunda sistem bo'yicha tug'ilayotgan, o'layotgan daryolarninki, dengizlarninki harakatlari, yomg'irning harakatlari, quyoshning chiqib petishi, ayning ko'rilishi qatorliq ahvollarga qaraganimizda buning nihoyat intizom bilan ilgari keyinlik yo'q belgilangan shaklda muqim ishlayotganligini ko'ramiz. Yillab kun yillari ovib qolmaydi. Yillab kun oylari ovib qolmaydi. Quyosh ezib-tezib bu yoqdan chiqmaydi. Her yili, her gün ilgirki yillari shu kunda chiqadigan o'rindan chiqadi. Hergiz bu yoqdan oldi keyindan egiz pastdan chiqib qolmaydi. Ya'ni intayin ritimlar, 100 yillab, 200 yillab tashvishlarni qarasa, osmon zaminning harakati hech farqi yo'q. Ya'ni intizom bilan ma'noda. Bu nuqta bizga shuni ifodalaydi-ki, bu osmon zaminni idora qilayotgan zot asla qilmaydi. Asla mügüdeş mukemaydi. Oyatdiki la ta'khuduhu sinatu va la nawmdiki sinatu va la nawmdiki sina aş uyquning dastlabki bunda ko'zda ifodalanadigan bir shakli bor. Uxlamagan, ammo ko'zda ifodalanib shunda bir ko'z ilinishgan. Bunda mügü basqan bir holat bor. Aşu holat mukammal Allah subhanahu va taologa da'vat. Endi digayda Allah subhanahu wa ta'ala Allah'ını hiç uyku tutmaydı, hiç mügüdeş tutmaydı diye araqılıq nima demek çıqaran başlar? Bu bir ilahның, şu ilahga ergashganlarga bergan kafolati, xotirjamligi. Ma'budning ibodat qiluvchiga bergan xotirjamligi kafolati. Xoliqning maxluqqa bergan kafolati, xotirjamligi. Deydi-ku bu yerda, ey bandalar, sen qanaq uxla. Xotirjam yasha. Ansima. Sen uxla va manba deyapti. Men uxlamayman deyapti. Sen uxlab qolsang, favqulodda quyosh, oy sistemlarining yarasharining aylanish to'xtab qoladi deb o'ylama. Tamam, o'tib tursin. O'zingning badanda sening hayot qilishing uchun to'xtamay harakat qilayotgan a'zolar bo'ladi. Yurak bo'ladi, o'pka bo'ladi, jigar bo'ladi, uchay bo'ladi. Sen xotirjam uxla. Sen xotirjam bo'l deyapti. Yurgan suqashni to'xtamaydi. O'pkan seni nafaslantirishdan to'xtamaydi uxlasang. Hushing uzuqliq sumirishdan to'xtamaydi, xotirjam bo'l. Oshqozonning hazm qilishdan to'xtamaydi. Uni men uxlamayman. Meni mügü tutmaydi, uyuq tutmaydi. Davatudu Allah subhanahu wa ta'ala. Bizga shu qadar xotirjamlik beradi. Ya'ni sening cho'ng kichik butun ishlaringga men ega. Men nazorat qilaman, men uni idora qilaman, men o'rinlashtiraman. Meni hech uyuq tutmaydi, hech mügü tutmaydi davatudu Allah subhanahu wa ta'ala bu oyatda. Endi masshtab risotga nisbatan bizning bandachilik qilib, qulluq qilib ibodat qilishimiz, uning gapini anglab itoat qilishimiz bizga nisbatan haqiqatan bir qulluqmi yoki sharafmi yoki izzatmi? Bu bir bizga izzat beradigan, bizni aziz qiladigan qulluq bu. Bu zot uxlamaslar da'vati bu. Chunki men uxlamayman da'vati bu. Hech qanday ish mening irodamdan chiqib ketmaydi da'vati bu. Chunki osmon zamindagi butun narsa mening ilkimda. Osmon zaminning butun narsasi mening ilkimda. Dunyoda mening qudratimdan sirtqa chiqib ketadigan hech narsa yo'q deyapti. Shuningga oyatni ko'rsangiz biz hozir al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun va la nawm degan ekandik ya. Keyingiga qarasak lahu ma fis samawati va ma fil ard. Osmon zaminidagi har narsa Alloh uchun. Sen xotirjam bo'l deyapti. Sen xotirjam bo'l deyapti. Ondan keyingi oyatga kelsak, davomlashtirsak, shu oyatni kursida
Men zellezî yeşfe'u indehu illa biizni. Endi bu yerda yana bir izohlash to'g'ri keladi. Oyatning ma'nosidan tarjima qilib bergan oldingi saatliklarda Allohning iznisiz hech kim shafoat qilolmaydi deydi. Bu nima uchun desa, osmon zimindagi butun narsa Allohning deb o'qib o'tdi. Allah osmon ziminda shunday bir qonuniyatni yaratganki dunyoda insonlar bu qonuniyat bo'yicha sabab qilsalar natijaga erishadi. Dunyoda insonlar bu qonuniyat bo'yicha bir-biriga bog'langan bo'ladi. Dunyoda tirishqa odam hisob topa oladi. Dunyoda tirishqa odam imtihonlarni o'tib bilimli bo'la oladi. Musulmon bo'lsin, kofir bo'lsin. Dunyo mana mashta dunyo. Qonuniyati shu. İnsanlar bunu sinedi dünyada. Yaşavatı da bu şekilde. Tırsamla kulaydı ekanmi? Tırsamla pul tapalaydı ekanmi? Tırsamla hukuk, menseplerge erişelaydı ekanmi? Palanla tunuş, pukunla tunuş. Dünya münasebeti şu ya. Bu xil şaraitni yaşap bakkan insan, yaşavatkan insan o'ylamusun ki kıyametki vaqtda mı maştaq olur deb o'ylamusun. Yani benim iktidarım kıyametimni qutquzdi deb o'ylamusun. Pukun bilan yiqinliqim meni qutquzdi deb o'ylamusun. Dunyoga o'xshash sababni qilsaqlam natija o'rtaga chiqadi deb o'ylamusun. Qiyomatda bütün ish dunyodagi o'xshamaydi. Dunyodagi sistem buziladi bu yerda. Sabab yo'q, natija yo'q. Bu yerda har qancha qilib natija yashamaysa, bütün huquq Allohning ilkida, sana hech ishing Allohning ilkisiz paydo beradi. Ahirette sebep meselesi. Ortadan kalan sebep kanuniyeti ortadan kaladı. Münasebetler ortadan kaladı. Fakat Allah'ın izninin başka hiç neyse size kıyamet günü kana kılanmaydı. Bana bu nokta insanlarda dünyada peyda koygan tuyguğa karatan bir vatıda. Kisi vatıda mesele. Her gün size dünyada yaşap bakkan ma küllürünlağı karar. Dünyada adetlengen yaşaş adetine qarab, dünyada tüşengen sebep qonuniyati, o'zaro munosabatlarga qarab, oxiratda bunda bu qalammu deb o'ylamanglar. Sura Yunus'daki 18 oyatda mushtilg'iliqlar va ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum va la yanfa'uhum va yaquluna haula'i shufa'auna 'indallah. Dünyada insanlar deydi, Allah'ın qo'yib, hech foydasi yo'q, manfaati ziyni yo'q deb demaydigan narsalar ibodat qiladi. Kıyamet günü bizge şafaat kılıp deydi. İbadat kılış degeni, bu tazım kılışının özüne ibadat kılış olmaydı. Bir nesliga qulup kılış, şu neslinin kendini mengip ketiş, muşların hemisi bir ibadat kılış ameliyatda. Haşinin kendine ketiş, bunu, muşların hemisi ibadat hesaplandı. Biz aldığında da düşündük. İnsanın dünyada normal yaşaşı ibadet. Ya Allah'ın sistemisi boyunca yaşaydı, Allah ibadat kılgan buludu. Ya o sistemin sırtı yaşaydı, başkaları ibadat kılgan buludu. Muşta yaşayan insanlar, dünya ahirette bizni qutquzdi deb o'ylaydi. Bugungi kundagi hukmron, g'ayri hukmron bo'lgan dunyoda boshqalarning kuchi, puli yoki mansablari dunyodagi imtiyoz nufuziga qarab turib ishtiga boshlab bo'ladi deb o'ylamanglar. Man zallazi yashfa'u indahu illa bi'izni. Qiyomat kuni Allohning iznidan boshqa hech kim sizlarga shafoat qilmaydi, hech kim sizlarni qutqizolmaydi. Mana bunu demakchi Alloh subhanahu va taolo. Men zallazi yashfa'u indahu illa bi'izni degan oyatda shuni demakchi. Undan keyin endi ya'lamu ma bayna aydihim va ma khalfahum, yana aqida masalasi uzluksiz shaklda bizga bir tushunishlarni beryapti. Mushurunda oyatda biz tarjima qilgan vaqtda Alloh oldi keyindagi hamma narsani bir deb tarjima qildik. Oyatdagi qo'llangan ifodami oldidagi va keyindagi degan ifoda qo'llangan. Mufassirlarga qo'ysak buni oldidagi, keyindagi deganni har xil tushundiradi. Oldidagi degani navbatdagi yashayotgan va o'tmishda o'tganlar bo'lsa, keyindagi degani kelgusidagi hamakchi bo'lgan qiyomat, ya'ni kelgusi. Ya'ni bu yerda demakchiki, sizning o'tmishingni Alloh subhanahu va taolo biladi va kelgusini nima qanday qiladi Alloh subhanahu va taolo biladi degan ma'nolarni oladi. Ya'ni bir bilik ulamolar bu yerdagi oldidagi, keyindagi degani, oldidagi real yashayotgan dunyoni ko'rsatsa, keyindagi degani g'ayib dunyosini ko'rsatadi.
İnsan aldıdikini biladi, real dünyani biladi. Ama Allah subhanahu wa ta'ala aldıdikini biladi ve keyindikini biladi. Bu to'g'risida Qur'oni Karimda g'ayb masalasi haqida, masalan Sura An-Naml 9. oyatida "Ve indehu mafatihul g'ayb la ya'lamuha illa huwa." Bütün g'aybni ochiqchi Allohning qishida, Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Dengiz quruqliqdagi her narsani Alloh biladi. Bir yupulmak tutsimi bunu Allah biladi. Dengizin ziminning eng qorong'u yerlaridagi yoki eng dibindagi bir donchilik narsani Allah biladi. Ne hil, ne quruq har qanday narsa Allohning nazarida ochiq, ro'shan kitoblarda qana qilinadi. Yani Allah bütün g'ayblarni kim biladi? Allah biladi. Allohga hech narsa nima emas, maxfiy emas degan shaklda tushuntiradi. Ya'lamu ma bayna aydihim va ma khalfahum degan oyatni. Lekin oyatni davomlashtirsak, "Va la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha." İnsanlarga kelsak, insonlar Allohning ilmidan shu Alloh bergan, xoligan doirada bir narsani bilalaydi. Uning sirtida hech nima bilmaydi. Ya'ni Allohning ilmidan degandan keyin insonlar har narsaning yuzini ko'radi. Menvatqa insanın sırtı kıyafetini kırıldı. Bir insanın hayat meniş için onun içki dünyasındaki bütün tertip jarayan, hizmet jarayanı var. İnsan hatta özünü muşunu düşünmeydi. İnsanlar tağının kürengen yüzünü kırıldı. Onun vücudundaki, onun katlamındaki tağının tağıp duruş için hareket kılavatkan, işlavatkan bir sistemde olmaydı. İnsanlar denizin yüzünü bilirdi. Onun tegideki nima ishlar oladi uni o'qimaydi. Bir kichik pashig'i chag'liq bir jonivorning uchib mengayotgan holatidagi butun xizmat jarayonini insonlar bilmaydi. Demak, Allohning ilmini insonlar qo'ygan vaqtda insonlar hech narsa bilmaydi. Alloh faqat insonlarga bildirishni xohlagan doirada illa bima sha Allah hech bir ishni xohlagan doirada qiladi. Hech birisi olmasa insan hiç ne bilmiyor. Hem dünyada nurgun meseleler var. Günden günge eşilevatkan. Muşa hazırki ayetteki illa bimeşe degenin tehtige dahil bulutgan bir okumandı bu. Yani insan bir nesini bilmeydi. Bana bir olsun düşünüşke kırandaşlar. Biz bilmeyli dünya bir şekilde hareket kılıvatıdı. Biz bilmeyli biz nurgun nesini faydalanıvatımız. Nurgun nesi bizge münasebetli kup yaşavatımız. Nurgun nesini okumayımız. Bu neslerinin içinden fakat Allah bizge geçip vergen dairede biliriz. Her neyse vakit gelgen içiyordu. Allah bugün geçip verse, bugün biliriz. Ət içib versə, əti bilimiz, insanlar tədqiq qılıdı. Şu məxfiyyətçilik, şu sırrının zamanı gələn vaxtda insanlar onu bilir. Oyun palanını qanaqdı, bayqabdı. Əmin etdim insanlar Allah'a işənməyən təqdirdə mi bayqaş ibarəsində qolunluq şu işləri, yeni bayqayan işləri. Çünki o nəslə var. Hərəkət qılıvatıdı, özəzibini ada qılıvatıdı. Lakin biz bilməkdik. Fəqət biz qanaqıldı, bayqadı. Xuddi insanın zimində bir tuğuluş vaxtı olduğunu dək. Mehmet Akun falan aynen hukundu toğuluduğun bir vakti var. Şu ay şu gün şu saati toğuludu. Mehmet Akun'un şu üzgüçlük bir ay günü saati var. Şu ziminde içildiğin nerslerimi özünden içildiğin vakitte içildi. İnsanlar her kanca kılsın içildiğin vakit gelmesi asla hiç kanda bir nersine kanda kılamaydı. Açamaydı. Lakin içildiğinlik enak vakit gelse. Kur'an-ı Kerim'de Sürüp Suret'te senurihim ayatina fil afaq ve fi anfusihim hatta yetebeyyene lahum ennehu'l hak. أولا يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. Biz Allah'a dünyadaki, etraf alemdeki ve özdeki delil paketlerimizin köz turumuz dedi mi Allah? Bu şu demek ki bunun dinkin nurgun yana nemeler buldu, bayaqaşlar buldu. Hayran qalımız qarindaşlar. Etrafımızdaki hareket kılıvatkan, işlavatkan hizmet her nersinin alemçe malumatı var. Alemce bilimi var. Biz bunu bilmeliyiz. İlla ki Allah bizge geçip vergen dairede bilelim. Yani bu ayet kardeşler bizge nispeten bir
e'lon qilingan jang insonlarga nisbatan. Alloh deyotdiki, "Mo'cha olsang ichib baqdi" deydi. Tamam, daha oyatning oxiriga o'tamiz daha. Sen yashayotgan dunyo bir kichikgina bir narsa. Sen o'zing yashayotgan bu kichikgina bir dunyoni ichib baq deyotdi Alloh subhanahu va taolo. Bilamaysan. İlla ki ma ichib bersan bilalaysan. İlla bimasha. Alloh ichib bergan doirada bilsa, uni o'ziga o'tamaysa. İnsanlar hazır kadar insanlarni tushungan emas. İnsanlarninki qanday hayot yashaydi. Bo'lmasa uni to'g'risini topalaydi. Nima ish o'lib ketadi o inson masalan. Buning har xil bu ba'zi sabablarni ko'rsatadi-yu, ammo buning mohiyatini hozir qadr qilolmaydi. Yachamadi. Bugungidek taraqqiy qilgan emas dedim. Dunyoda insonlar to'liq tushunolmaydi. Nurg'un sirlar bor. Nurg'un bir kichikgina bir dunyoda, kichikgina bir maxluq bizda insonda kichikgina bir maxluqda. Ularning hammasi Allohning ilmi, Alloh aytib doirada. Bunu biz bayqay olamiz chunki Alloh dunyoda biz bayatni deganimizdek sabab natija qonuniyatini qo'yib qo'ygan dunyoda insonlar iznib shu sababga borgan vaqtda, shu sababga erishgan vaqtda buning nimasi kirishidi, natijaga kirishidi, bir tajriba qiladi, nimasi chiqadi, natija chiqadi. Tarixdagi undan boshqa yana insonlar unda sababmi qilmaydi, tajribami qilmay, izlanmaymi ba'zi masalalar aytiladi masalan. Demek meseleler o şekilde oturuğa çıkıyor. Yani Allah subhanahu wa ta'ala bütün kainatların, bütün ilim sırlarının sahibi halqa vakitte ya tuyuksuz özlük edin bizge ona çıkıyordu bir kısım taraflarını ya ki bizden izlenişimiz sebeplerini kılışımız arkalık bu şekilde bizge nimelerine çıkıyordu. Özünün ilmidin bir kısmını kanak yapıyordu. Çıkıyordu. Yani la yuhaytuna bi şey'in min ilmihi degenge Allah subhanahu wa ta'ala'nınki ilmi hikmetlerden biz havada emas illa ki Allah hiç bergen dairde ya özlegidin hiç proto hiç qanday tirishchilik ko'rsatmasak bu bayqiladigan tepiladigan ishlar bo'ladi yoki biz tirishish iznish araqlashib har holda Allah hiç bergenning sirtida biz Allah subhanahu wa ta'ala'nın dunyosida maxluqotlarga qo'shilgan ilm sir hikmatlarni aniqlamaymiz bilib bilamiz. Hem de müşakeke vaxtıda gayb meselesi oturuğa çıkıdı. Gayb degen neymi? Gaybning hammasini biz bilelim de qo'llanmaydi. Desa, gayb insonning idrokatining ustundagi ishlarning hammasi gayb bo'ladi. Gayb odatda ikki xil bo'lib, bir gayb belgi qo'yilgan, ya'ni uningga ma'lum bir muqaddima sabablarni bekitib qo'ygan. Biz shunda aqlimizni ishlatib, tirishchilik qilib, shu sabablarni qilsak, uni bayqab chiqalaydigan g'ayb bo'ladi. Bu g'ayb ma'lum asrdagilarga nisbatan g'ayb bo'lsa, keyingi asrdagilarga bayqaladi. Tunugun kishilar bilmasa, bugungi kishilar biladigan g'ayb bo'ladi. Bu xil shakldagi g'ayb. Buni Qur'oni Karim sura Jinda alimul g'ayb fala yuzhiru ala g'aybihi ahad. Alloh butun g'aybni biladigan bo'lib, bizning g'aybiga hech kimni xabar qilmaydi illa man irtada min rasul. Alloh xohlagan kishilarni buni xabar. Allah aytib bu xil g'ayblarni. Bu bir xil g'ayb. Undan boshqa yana bir xil g'ayb bor. Bu g'ayb asla va asla hech kim tarafga hech bilmaydigan. Faqat xolis Allohga oid bo'lgan bir g'ayb bor. Bu g'ayblar Sura Al-An'ninki 59-oyatda darsimizning 5-ida qanaq o'qib buni va indahu mafatihul g'ayb la ya'lamuha illa huwa. Allohdan boshqa hech kim o'qmaydigan butun g'aybning ochqishlarining hammasi kimning? Allohning qo'shida. Alloh quruqlik deganizga butun shaylarni, hatto tushayotgan bir yupurmoqning ahvolini hemen Allah biladi. Zaminning eng qorong'u dibindagi bir uruqcha, bir donnimi Allah biladi. Ne quruq, ne har qanday narsa bo'lsa, Allohning ilmida, fi kitobil mubinda degan shaklda Alloh subhanahu va taolo g'aybni bizga qanaqa qilyapti? Bildiradi. G'ayb bu shaklda bo'ladi. Ya'ni oyatdagi va la yuhaytuna bi shay'in degandagi shay odatda arab tilida az narsa deganni ko'rsatish uchun insonlar Allohga oid ilmdan az bir qismini bilmaydi. Faqat va faqat Alloh aytib bergan doirani biladi. Bu shaklda tushunsak bo'ladi. Undan keyin oyatning oxiriga qarasak,
bu kadar büyük ilim, hikmet sırrının sahibi olan Allah geldi o bizden düşüncemizge. Yani bu nokta üzlüksüz yurtulup bundan atıdı. Vesi'a kursiyyuhus semavati vel ard. Allah'ın kursiyi asman zeminin hemen üstüne. Hem de kursi diye kelsek Arap tili noktasının şunda Arap tili de düşünsek urunduk diyen burada makam ne görürsün bu. Şu Allah'a ait sübetler, şirketler kâgine de bizden eskertip koyulgan. Noktamız bizden bir prensipimiz var. Allah'ın esma, sübet, ef'alları mağnum kılgan. O olsun mu? Leyse kemislihi şey. Allah hiç nersine okşamaydı. Hiç nersi Allah'a okşamaydı. Buram kişide düşünümüz bulsun yani. Allah'ın kursi degenden keyin köz aldığımızda bizning kursimiz kelmasligi kerak. Mesela dünyada men ihsalik boy odam. Allah'ni boy deymiz. Mesela Allah g'ani deymiz. Bizning boyliqni Allah'ning boyliqiga o'xshamdi. Biz mavjudmi dunyoda? Allah mavjud. Bizning mavjudligimiz Allah'ning mavjudligiga o'xshamdi. Sen bir narsalarni bilsa inson bo'lib suhbating bilan. Yani sen alim. Allah her narsani bilir. O alim. Senin ilmin Allah'ning ilmiga o'xshamdi. Yani Allah'a kelgan har qanday sifat, shirkat, asmo sifatlarni biz tushunishda cho'qim laysa kamislihi shay Allohga hech narsa o'xshamaydi degan ramkani ichida turib qanday qilishimiz kerak, tushunishimiz kerak. Endi sal kamaysak, masalan, Qur'onda Allohning qo'li deb chiqadi. Allohning yuzi deb chiqadi. Bularning hammasini oyatning ramkida, ya'ni Allohga hech narsa o'xshamaydi degan shaklda tushunishimiz kerak. Biz bunu ilk dersde mançamunca sözler ederken. Hem de ayetinin özüne kelsek vasi'a kursiyyuhus semavati vel ard degendeki kursi mi? Allah kursi dedi. Kursi de düşünün orunduk yani makam orun degen ma'noda. Bunu bizning ko'z oldimizda biz ishlatayotgan orunduk düşünüş del bayatdanqa ramkada düşünümüz degan prinsip qatsi. Bunu mu Allah subhanahu va taologa xas orun deb tushunsak bo'ladi. Yani müşek kelgan vaqtida Allah mesela nerede ba, qayerda ba, qachon degandek bir savollar kelishi mumkin. Buni qisqacha bir oddiy tushuntirib kelaylik. Urun nerede degandan keyin urun masalasi o'rtaga chiqadi. Kursining gap chiqqandan keyin davatini bo'lgan. Urun degan gap chiqqandan keyin. Qayerda mesela urun masalasi, qachon degandan keyin vaqt masalasi chiqadi. Bu urun va vaqt hukmi yer sharidagi insonlar uchun bekitib berilgan bir prinsip. Buni hozir bayqadik-ku. Kunning almishi, yilning almishi hammasi quyosh bilan oyninki yer shari atrofidagi harakati va yer sharining o'z atrofidagi harakatidan shakllangan ishlar. Demak, bu yerga zamon hukmi, makon hukmi bizga xos hukm. Allohning nazarida hammasi barobar o'xshash. Belki küçük gündüz bizge qaratilgan saat, bizge qaratilgan ay, kun, yil hammasi insonlarning foydalanishi uchun insonlardagi hukm bu. Ammo Alloh subhanahu va taoloda o'rin, vaqt cheklamasi o'rin bo'lmaydi. Alloh buningdan buyukdir. Bu nuqtada yana o'xshash hayotda prinsip tushunimizki, Allohga hech narsa o'xshamaydi. Laysa kamislihi shay. Allohga hech narsa qanday qilmaydi, o'xshamaydi. Şumaşqa salaf ulamalar bunda Allohga oid bo'lgan asmo sifatlar, harakatlar kelgan vaqtida nima deydi? Biz anglagan paytda shu paytda iymon aytamiz, ammo qandoqligini tasavvur qilmaymiz. Chunki hech nima o'xshamaydi. Bu yerda cho'ng bir prinsip. Shu oyat o'zimizga yo'l boshqa qilsak bo'ldi shu oyatni. Laysa kamislihi shay. Bo'lmasa Qur'oni Karimdagi yadullohi fawqa aydihim, Allohning qo'lining ustida وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ biz osmonni qo'limiz bilan qurdik degan bu nuqtalarning hammasida biroz elishish kelib chiqadi. Bu nuqtalar hammasi laysa kamislihi shay doirasida agar peta qana qilsak bo'ladi, tushunsak bo'ladi. Yani Alloh subhanahu va taolo bandalariga, o'zining maxluqlariga o'xshashdan pokdir. Alloh hech kimga o'xshamaydi, hech kim Allohga o'xshamaydi. Allohning naziri yo'q, o'xshi yo'q.
Kelgandan keyin Qur'oni Karimda bizga bu nuqtani tushundirish uchun biz shu betda qana qilamiz. Tushunamiz. Alloh isbotlagandak isbotlaymiz. Alloh ko'rdi deydi. Ko'rdi deb tushunamiz. Qanaqdir bizning ko'rishimizga o'xshamaydi. Alloh biladi deb keladi, biladi deb tushunamiz. Bizning bilishimizga o'xshamaydi. Alloh anglaydi deydi. Biz anglaydi deb tushunamiz. Bizningga o'xshamaydi. Bu yerda quloq orqali anglash, ko'z orqali ko'rash, til orqali so'zlash va insonlar uchun belgilab berilgan bir prinsip hayot qonuni. Biz buni aka bilan Allohga oid masalalarda tushunib olsak, o'qishib olsak, bir ozg'on bo'lamiz. Yana bizning takror desak, bizning eng bexatar ramkimiz laysa kamislihi shay. Nima kelsa kelsin, Allohga qanday asmo sifatlar sifatlansin, buning hammasini Allohga hech narsa o'xshamaydi degan prinsip ichida tushunsak, bu yerda nima chiqmaydi, masala chiqmaydi. Endi wasi'a kursiyuhu samawati kursiyni Mush nuqtadan maqam Allohningki, Allohning sultonligi, g'olibligi, mulki, o'rni deb tushunsa, Allohningki izzati shu doirada tushunsa, mencha bulut deb o'ylayman. Ya'ni Allohning qudrati, Allohning qalbisi, Allohning qahrisi degan shek. Bu yerda davatadiki Allohning kursisi, Allohning sultonligi osmon zaminning hammani qana qilgan o'z ichiga olgan. Osmon zamin. Tabiiyki, osmon zamin bizning cho'ng. İnsan hukumidan Allah osmon zaminning hukumi cho'ng. Surah G'ofirdan Allah subhanahu va taolo 57-oyatda xalaqus samawati val ard akbar min xalqin nas. Osmon zaminni yaratish kishilar yaratgandan buyuk. Tabiiyki, osmon zamin bizning haqiqatan murakkab, bizning haqiqatan cho'ng. Allohning kursi osmon zaminni o'z ichiga olgan, osmon zamindan o'ta ham buyuk degan. Abu Zar al-G'afarininki bu haqda bir hadis bor. Deydi, men Resulullah'dan kursi haqida so'rasam dediki, ya Bazar, 7 osmon, 7 zamin kursiga selishtirgan vaqtida bir qumli bir bayonga tashlangan bir halqaga o'xshaydi. Endi arshi kursiga selishtirgan vaqtda, ya'ni shu bayondagi halqaning misoliga o'xshaydi. Arshini bayon desak, kursining bir halqa. Maseleshtirish degan vaqtimizda osmon zamin yo'q bir gap. Uning ichidagi insonlar qanchalik narsa. İnsan shuncha taraqqiy qilib, yetib bag'ayri oyga yetdi, oyga chiqdi. Oy materiallarda deyilishicha bizdan xilala yiroqlikda bu odatda normalda yo'riqliq tezlik bilan o'lchiladi. Biz normalda ba'zi musofalarni, ba'zi orliqlarni o'lchashda mil, kilometrlarni ishlatamiz, ammo shu yulduzlar aro, planetlar aro o'tirdiki musofalarda mil, kilometr ishlatsak, o favqulodda sanspirlar olib ketib, ig'izga patmaydigan bir narsa ham bo'lgancha astronomlar bu xil ahvolda shu nur yili degan atalg'ularni, nur tezligi degan atalg'ularni bu yerda qo'llangan. Masalan deylik, Quyoshning zamindan 93 million mil yiroqda yildi masalan materiallarda. Onu boshqa yana bir yulduz bayqalsa, o yulduzdan faloniyaning orliqi manchilik desa, o birmuncha sanspirok degan bu o'q bo'lanmag'idek bir xil toza real bo'lmagan bir sanspirlar o'tirgan gap. Şunu bayat deganda nur yili deydigan bir atalg'ularni qo'llanildi odatda. Masalan, nurning tezligi normalda 300 ming kilometr sekundga. Mushu bo'yicha hisoblab musofa hisoblanadi. Endi Quyosh bilan bizning oraliqimiz 93 million mil. Quyoshning nuri taxminan 8.30 daqiqa, 8 daqiqa atrofida bizga yetib keladi endi. Undan boshqa osmondagi eng nurliq bir yulduz bor. Buning yo'riqligi 9 yilda yetib keladi deydi. Yanadagi nur yili degani shu shaklda tushunilishi kerak endi. Hatto ba'zi yulduzlarningki yo'riqligi bizga 50 yilda yetib keldi degan gap endi. Bu gaplarni degan turgan vaqtimizda zehnimizga shu keladi qarindoshlar. Biz ko'rayotgan dunyodagi, biz yashayotgan dunyoning ustiga biz ko'rayotgan osmonga yetib boramiz.
Mana to'g'ri diqqat qiling, qarindoshlar. Rumus kelni qildik ancha million yil. Bir sekundda manchalik tezlik ma'lum nur. Shu tezlikda mancha yil bitib. O'ylab boqing. Bizda ham o'zimiz ko'rayotgan osmonga yetib bulanmadi. Endi ma oyatdagi vasi'a kursiyuhu samawatdagi kursi ash biz yetib bulanmagan osmon. Osmonni o'ziga olib deyapti. Hamdulillah olsunki Allah subhanahu va taolo bizga jannat va'da qilgan vaqtda biz bayatni hisoblab bulanmagan osmon zaminning cho'nligida va'da qiladi. Bu bir go'zal voz kechilmaydigan bir va'da endi bu. Sabiqu ila magfiratin min rabbikum surah hadidninki 20-oyati. Va jannatin arduha ka'ardis samai wal ard. Sizlar Rabbning tarafidan bo'lgan mag'firatga oldiringlar va jannatga oldiringlar. Bu jannatning kenarligi osmon zaminning kenarligi. Hamda bayatdanqi nur yillari bilan hisoblab o'tirsak, ma jannatni biz qanaqalar tasavvur qila olmaymiz. Allah buni mu'minlarga, Allohga iymon etgan, Rasulullohga iymon etgan kishilarga hozirlagan. Bu bo'yicha aytgan vaqtda bu jannat tabiiyki biz hamma narsani badal berib, hamma narsani qurbon qilib erishib tegishli bir jannat ekanligiga keladi bu yerda. Ya'ni biz o'zimizning gapiga qaytsak, vasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Allohning kursisi osmon zaminni o'ziga oldi degan vaqtda endi bu kursining buyukligidan boshqa kursining igisining buyukligiga kelsildan qilamiz. Tasavvur qilsak, u tasavvurdan olqigan bir doirada bu qarindoshlar. ولا يؤوده حفظهما. Bu şekilde qo'y. Endi bu osmon zaminni saqlash Alloh subhanahu va taologa asla va aslan kelmaydi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo osmon zaminning hammani qanaqadir saqlaydi. Osmon zamin insonning bunda qarish ru'yatning ustundagi bir narsaga aylandi. Bu osmon zaminni kursi qanaqildi o'ziga oldi. Alloh subhanahu va taolo Musoning hammasini herkes iğri kelmeydi Allah'a saqlab. Bazı müfessirler vasi'a kursi ve la yauduhu hu almaşni kursi qatırıp ma kursiga osmon zaminni saqlash deydi. Osmon zaminni kursi saqlab turadigan mas'ul bo'yicha kursining sahibi qanchalik qudratli buni o'ylab saqlaydi o'zimiz qalbimizda. Allah subhanahu va taolo bu nuqtani sur Fatirda mazaq qilgan innalloha yumsikus samawati val ard an tazula. Allah subhanahu va taolo osmon zaminning yo'qolib ketishini, o'lib ketishini yoki yo'qolib ketishdan saqlayib tutib turadi. Allah qo'yib qolsa, yani bu ikkisi agar işte yo'qolib ketish bo'lib qolsa, Allohdan boshqa hech kim bunu tutib turolmaydi deydi. Yani Allah subhanahu va taolo osmon zaminni ajoyib bir tampon, hayron qolarlik bir tamponlikda qanday qilib saqlab turyapti. Biz yana bu to'g'risida tafsilotga kirsak, gap uzrab ketib darsimizning nimasi uzrab ketishi mumkin. Dersimizin başında azraq qısırıb ötdük. Osmon zaminning normal harakati, osmon zaminning tamponligi, masalan, quyoshga olan bo'lgan aloqaning masofasining yaqinligi, insonlarning yashashiga normal muhitninki hozir bu narsaning hammani o'ylagan vaqtimizda Alloh subhanahu va taolo qalbimizda, bizning xiyolimiz, tasavvurimizda qanday zot qanday qarindoshlar, intayin buyuk, intayin katta bir zotga aylanadiki, ham amaliyotda mashta ayet en ahirasida mushnu bilan oxirlashadiki, neydi? Va huval aliyyul va la yauduhu hifzuhuma va huval aliyyul azim. Allah subhanahu va taolo en ustun ve en zotdir, büyük zotdir. Bu yerdagi Ali degani uning ustunda hech qanday bir usti yo'q. Azim degani uningdan hech qanday bir buyuk yo'q degan bo'ladi. Chunki oyat oxirida mushnu bilan tugadi. Aliyul azim bilan oyatning 5'ida Allohning buyukligi va kattaligini ko'rsatadigan bir mo'jiz sifatlarni biz qanaqqa o'qib keldik. Agar oyatning oxirida va huval aliyul azim degan oyat kelmagan bo'lsa-mu, yuqorqi mazmunlardan bizning qalbimizga mutlaqo kelish kerakki, Alloh aliyulkan, Ali buyuk zotkan va Alloh al-azim, an katta zotkan degan hukm qanaqa qilish kerak, kelish kerak. Hani biz bugun o'qiyotgan bu oyatning ismi Oyatul Kursi deymiz. Yani Allah'ın büyüklük, selteneti, makamı, kattılıkının ifadesi degan ma'noda. Oyatda Allah'ın büyüklük, kattılık, seltenetini ifade edilen hukmlar olsa, Allah bilen başlandı bu ayet. La ilahe illa huve el-hayy
tirik mengü hayat. El-Qayyum dersimiz izahlananda özü hem mevcut turduğan başka bütün işlerini idare edip uğurlaştırıcı. La ta'khuzuhu sinatu ve la nawm. Şunama. Şafaat ondan başka hiç kimden koldan kelmeydigan mesela. Onun iradesiz hiç iş bulmaydigan. Asman zemindeki bütün şeyler onun ait olan. Kursisi asman zeminden hemen ölçüge aladigan. Onun üstün zat yok ve mutlak büyük olan. Öyle bakma Mevla'nın hemmesi bizden Allah koygan imanımızın asası akide tasavvurları. Allah'ına göre şu derece düşünürsen imanında mesele olacak. Hem bu süre hakkında nurgun hadisler kelgen. Kısa tep ötey dersinin ahırısında. Ebu Hureyre'den kelgen bir hadis var. Şu süre Ayet-ül Kursi hakkında. Resulullah beni zakatlarını, Ramazan'ın zakatlarını saklaşqa vekil kılgan. Birisi kilip şu zakat yemekliklerini uskulu başladı. Yani tutup seni Resulullah'ın kaşık apırmen desen benim ihtiyacım battı, ballarım battı, hacetmentim degendeken kuvvettim. Ettigini Resulullah kilip Ebu Hureyre kecit suağa adının nemiş oldu, qaneye dedi. Ya Resulullah bek şikayet kılgan boğan diken, bek ihtiyaclık kedahim kılıp kuvvettim. Yalga etipti. Qayta tekrar kilid oldu. Resulullah tekrar kilid degan boğa çıkan ama ona qayta kilid der bildim deydi. Ebu Hureyre radıyallahu anh. Yeni kütüp tutup. Bu kilid yana okşaş tamak elip mangdı. Onu tutup aldım. Dedim ki emdesin Resulullah'ın kaşkapırmadsam. Bunu kuyvetsem. Ben muhtaçtım. Balırım battım. İçkin yakın bunu hakkım ben. Rahim kılıp kuyvettim. Yani şu tanatqa vaqta aytsa Resulullah ya Ebu Hureyre qanısın tutuğa adamım dedi. Ya Resulullah ile qattiq şikayet qilib ketdi, dert o'qib ketdi. Balları vakenti, ben şu rahim qilib. Bu yalga aytibdi, men tekrar qaytadan kilidi dedi. Endi 3-chi qatim saqlab o'tadim dedi. Keldi. Kelib tamoqni, yemekliklarni edib mang'ila boshladi. Endi tutib, men endi Resulullahni qash qapirmadisan. Ma o 3-chi qatim. Meni qo'yvassam, men sana bir gap yutib qo'y, Allah sana bu gap bilan yordam beradi dedi. 3-chi qatim endi o'qib yetmayman desam, mashada dedi. Tamam. Qaysi gap, nima gaplar u? Bu dediki sen kechda xulg'ili turayotgan vaqtingda. Yani köpenge borgan vaqtida Ayet-ül Kursi'ni o'qigan, Allahu la ilaha illa huva deb oyatning oxirigacha o'qib dedi. Mushuni o'qib yazsang, Allah tarafidan sana bir muhofizatchi, saqlag'uchi bo'ladi deydi. Sana tang atqanga qadar shayton yaqinlasholmaydi. Qilmayapti. Attigini Rasululloh kelib, qancha tutgan qani yoki tutgan tutquning qani deb so'radi deydi. Ya Rasululloh, bu bana bir qancha gaplarni deb berdi. Bu gaplar bana bir foydaliqmish. Allah bu gaplar qilib menga manfaat beramish. Qo'yatdi. Qaysi gaplar degandan keyin mana işte o'qigan bayatın Ayet-ül Kursi'ni Resulullah'a mushuni o'qisang, mushta oldu dedi. Deb bersem Rasululloh dedi. Bu yolg'onchi deydi. Ama bu qatim rastga qildi. 3 kundan beri kim bilan paranglashib bilamsiz Abu Hurayra? Abu Hurayra dediki, "Yo'q, Rasululloh bu shayton" dedi. Yani bu şu Ayet-ül Kursi haqida kelgan bir hadis. Hamda Abu Hurayradan kelgan yeni bir hadisda Payg'ambar alayhisalom deydi, Sura Baqarada bir katta oyatimiz o ayat sayyida deb qo'ydi. Bütün oyatlarning xo'jayini o'g'idek bir oyat var. Qur'on oyatlarining xo'jayini o'g'idek. O'qilgan har qanday o'ydan shayton chiqib ketdi, u o'simi Ayet-ül Kursi degan bir hadis. Bu hadislarning hammasi shu sahih kitoblarda var. Sahih Buxoriyda. Hozir o'qigan hadisimiz Hakimda, Mustadrakul Hakimda var. İlgirki Abu Hurayraning kechida tutgan hadisi Sahih Buxoriyda var. Abi Umame'den kelgan bir hadis var, qarindoshlar. Rasululloh bu hadisda aytdi, qanday odam har namozdan keyin Ayet-ül Kursini o'qisa, bu adamning jannatga kirishidan to'sab qoladigan shu o'lim deydi. O'zlan jannatga kirdi degan bir hadis var edi. Bu hadisni Nasa'iy o'zining nimasta kitobida rivoyat qilgan. Ondan başka yeni bir hadis var. Ali radıyallahu anhu'dan rivoyat qildi, Peygamber sallallahu deydi. Kimki Ayet-ül Kursi'ni o'qisa, yani yatqal ketisi uxlagan vaqtida Allah subhanahu va taolo
onun uyini, qo'shnisinin uyini va atrofidagi butun mahal, kichik mahallasida hammani amin qilib degan bir hadis bor ekan. Buni Bayhaqiyning Shu'abul Iymon degan kitobda kelgan. Demak, mushu yuqorida kelgan hadislarning hammasi mushu oyat kalimining biz bugun o'qigan Ayatul Kursiyninki fazli haqida kelgan hadislar. Endi ulamolar bu masalaning siri haqida izlanib, jiq tadqiqotlarni elib berganlar. Nima uchun bu oyat shuncha ulug' oyat bo'ldi? Nima uchun bu darajada hadislar bu oyatning fazli haqida keladi deb ba'zilar deydiki, bu oyatda Allohga oid asmo sifatlar intan keltirilgan deydi. Bu sanab chiqqan ulamolar ba'zilar 16 ta, ba'zilar 17 ta, ba'zilar 21 degandek o'zi sanab chiqarilgan darajada Allohni ko'rsatadigan asmo sifat ismlarni sanab chiqqan. Bularning sanab chiqqani masalan oyatning başındaki Allah bu bir. İkincisi la ilahe illa huve diku huve. Bunu Allah'ın korustuğu bu iki. El hayyu 3. El qayyum 4. La ta'khuzuhu sinatun ve la nawm diku la ta'khuzuhu hu almash Allah'ın korustuğu. Lahu ma fis semawati ve ma fil ardi diku lahu. Bunu Allah'ın korustuğu hu almash. İndehu ayattaki bi iznihi degandagi ikki almash var. Bu Allohning ko'rsatuvi. Ya'lamu degan filda bir almash var. Bu Allohning ko'rsatuvi. Min ilmihi deki almash Allohning ko'rsatuvi. Bima sha'a deki filning almashi Allohning ko'rsatuvi. Kursiyuhu deki nima almash Allohning ko'rsatuvi. Ve la ya'uduhu deki hu almashmu Allohning ko'rsatuvi. Ve huvel aliyyul azim deki huve Allah'ın korustuğu. El-Ali Allah'ın asma sıfatları. El-Azim Allah'ın asma sıfatları. Demek maçta sana bazılar 16 çıkargan bolsa, bazılar o yerdə, bazılar qanaqalanıb 21. Bizga nisbatan belki san muhim emas. Oqum şu ki bu bir ayet Allah'ın asma sıfatlarının en az deganda 16 ni. O yerdini qanaqalgan öz ichiga olgan. Yani şu ayet bizge iman tasavvur kaidesini asasını siz durdu. Bu biz menvatkan bu akidenin müminin akidesi buluşunun sebebini bizge bayan kılır. Yani imanın ne için biz Allah'a iman ettiğimiz? Ne için Müslüman bulup yaşayımız? Allah'ın yoludur. Ne için bu kadar fedakarlıklarını, bu kadar kurbanlıklarını birimiz de durumuz? Ne için? Diğer vakitte ayet bizge deydi ki asman ziminde Allah'tan başka ilah yok. İlgisi şu. Allah'tan başka hiç tirik kalıdığan hiç neyim yok. Allah'tan başka bütün işten itarak tuğan hiç kim yok. Her neyse Allah'ın ilkide. Öyle bakılamdı. Bu kadar sebeple bizning Allohni o'zimizga iloh qilishimiz, uningga ibodat qilishimiz, uningga tayinishimiz, mush aqidani o'zimizning aqida qilib minishimiz va oxiratga umid bog'lashimizga arzimandi masala. Tabiiyki, faxrlanib turib, sharaf bilib turib, bu yo'lni o'zimizning aqidasi qildik. Chunki biz e'tiqod qilayotgan Alloh yuqorida bayon qilingan Allah. Biz unda qilmaymoqligimiz yo'q. Çünkü bizning avvalimiz mi Allohga tavba, oxirimiz mi Allohga tavba va navbatdagi holatimiz mi Allohga tavba. Shunlashqa Allah bu kadar Allohga ekan, bu darajadagi Allohga hech kimni majburiy iymon etkizish aslo to'g'ri emas. Chunki prinsip hammasi to'g'ri. Allah haqiqat. Bu haqiqatlar bayon qilingandan keyin qalbi ochilganlar şeref bilip durup, hoşal bulup durup, suyunip durup, işensin, egesin bu Allah'a, halama Allah kessin. Hiç kimne bu akidege ne yok, mecburlaş yok. La ikraha fi'd-din. Bu ma akide yolunun ki üzgün nispeten pavkul adlı işençisi boğallığının ifadesi. Dünyada nurgun közqaraşlı var, nurgun prinsipli var. Bu közqaraş, bu yol, bu prinsiplarının sahipleri başkalarını hamca, keleş, kural arqılı mecburi bu prinsipte mağdurdu. Mağdurdu. Ançı-mınçı köndegende kılıdı haqni, haq qo'rqib egashganda qildi bu mezgildan keyin dünyada 100 yıl, 200 yıl artıq davomlashgan batıl aqidalar ko'ryapmiz, hamini bilyapmiz.
Yani davran aqidasi olsun, yeni bir kişiler olsun, özünün bu agaktık ne açı vaqtdan keyin çant tuzub ketgandek tuzub ketganlik. Ammo ma aqida özgü şu kadar ishonchisi borki, biz hech kimga qilich ishlatmaymiz, hech kimga qon ishlatmaymiz, qurol ishlatmaymiz, faqat bayon qilamiz. Bu aqida o'rtaga qo'yiladi. Ergashganlar o'zining ishini qiladi. Faqat bizning da'vat bayon qilishimiz va to'sqinlik qilmaslar bizning hech qanday dalilimiz yo'q. Bu aqidaning o'zga bo'lgan ishonchisining ifodasi bu. Bu nuqtadan shu keyindagi oyat unda boshlangan la ikroha fid-din degan oyat bilan boshlangan. Bugungi darsimiz mushagacha bo'ladi qarindoshlar. İnşallah dersimizden davamını 2 saatlik dersimiz Allah nasip bu ahir davamlaştırırız. Ve ahir davana elhamdülillahi rabbil alemin.